Mana bu asalari ramkasi. Mana bu sariq usti yopiqlar. Bular demak ichida bolalar tug'ilishadi. Mana teshikchalardan bolalar tug'ilganligi bilinib turibdi. Mana bu chekkadagi usti yopiq bu asal. Mana qo'lingizni bundoq essangiz asal chiqib keladi mana. Mana bu chekkadagi usti ochiq asal. Kecha bugun kelgan bularni to'ldirgandan keyin mana bunga o'xshab yopishadi. Mana bu atrofidagi sariqlar esa ular perga hisoblanadi. Pergani asalga aralashtirib butqa hosil qilib bola boqib yetishtirishadi. Mana bu tarafda esa ona ari mana barmog'im uchida mana ona ari tuxum qo'yapti. Tuxum qo'yib bo'lsin chiqadi deb tomosha qilasiz. Mana atrofidagi arilar unga ovqat bering, kanez bo'yicha tozalab qo'ying. Nima yordam kerak, siz tuxumni qo'ying, boshqa ish qilmang deb hammasi g'amxo'rlik qilishyapti. Ana tuxumni qo'yib bo'lib chiqdi ona arimiz mana. Mana endi bu yoqqa ketyaptilar, tomosha qildingiz. Endi menga qarating. Qo'lim asal bo'ldi. Agar asalarichilik kursi mavzusi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa va siz professional asalarichi bo'laman va 100 kilo, 50 kilogacha toza asal olish niyatim bor deydigan bo'lsangiz, bizni Telegram kanaliga o'tib, kurslarimizni tomosha qilib rivojlanamiz. Rahmat do'stlar.